Kuniga 8-10 soatlab ishlab charchaysiz. Hayotingizni eng yaxshi yillarini ishga sarflaysiz. Shu holatda ham oddiy yashashingiz uchun pulingiz yetmaydi. Aslida-ku siz sayohat qilishni, oilangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishni va sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullanishni orzu qilasiz. Oilaga bog'lanib qolganingiz uchun bu hamma orzularingiz xom xayoldek ko'rinadi. Chunki ishga bormasangiz daromadingiz ham to'xtaydi. Lekin siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham pul kelib turadigan passiv daromad qilishni sinalgan 5 ta usuli bor. Bu videoda men sizlarga ularning har bittasini afzalliklari bilan kamchiliklarini batafsil tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Men Isroil Samatov 10 yillik tadbirkorlikdan keyin 8 yildan beri investitsiya bilan shug'ullanib kelaman. Shu kungacha 2,5 mingdan oshiq insonlarni investor bo'lib yetishishiga sababchi bo'lganman. Aynan shu investitsiyalarni yaxshi tushunishim menga moliyaviy erkinlikka chiqishimga yordam bergan. Kelinglar birinchi o'rinda passiv daromad nimaligini aniqlab olaylik. Chunki ko'pchilik aynan shu masalada adashib qolishadi. Passiv daromad bu sizni vaqtingizni, kuchingizni va sizni aralashuvingizni talab qilmaydigan daromad turi hisoblanadi. Masalan, kimdir oylikka ishlaydigan ishchi bo'lsa yoki yollanma ishchi bo'ladigan bo'lsa, u faqat borgani uchun, ishlagani uchun pul topadi. Agar u ishga borishni to'xtatsa, daromadi ham to'xtaydi. Lekin passiv daromad siz nima bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar kelib turadi. Siz xohlasangiz ishlaysiz yoki ishlamaysiz. Sayohat qilishingiz yoki oila bilan bemalol vaqt o'tkazishingiz mumkin. Bularning hech qaysi biri sizni passiv daromad qilishingizga ta'sirini o'tkazmaydi. Agar siz ham bir kun kelib pul haqida o'ylamay, o'zingizni hobbilaringiz bilan shug'ullanishni xohlasangiz, albatta bu videoga like bosib qo'ying. Muammo shundaki, odamlarning 90% passiv daromadni qanaqa qilib shakllantirishni bilmaydi. Bu mavzuda juda ham fikrlar ko'p, lekin haqiqatdan ham to'g'ri yo'lini o'rgatadigan sifatli kontentlar juda ham kam. Menga ko'pchilik yozishadi, bu o'zi aslida halolmi, erta etmay, bu o'zi aslida ishlamaydi degan gaplarni juda ham ko'pchilik yozadi. Chunki ko'pchilik noto'g'ri yo'ldagi investorlarga yoki qanaqadir treyderlarga yoki noto'g'ri biznes maslahatchilarga uchrab qolish. Aynan shularni noto'g'ri ma'lumotlari sababli insonlarda pul ko'paytirish haqida yoki moliyaviy erkinlikka chiqish haqida salbiy fikrlar shakllanib qolgan. Bu videoni xavotir olmasdan ko'rsanglar bo'ladi, chunki har bir yo'nalishning kamchiliklari va afzalliklari haqida batafsil tushuntirib beraman. Endi siz bilan shu 5 ta passiv daromad yo'llarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Hozircha mutlaqo yangi usullar yo'q. Bularning ba'zi birlari sizga tanish bo'lishi mumkin. Buning uchun siz birinchi o'rinda o'suvchan biznes turini tanlashingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha biznes turida siz nima qilasiz? O'sha biznesingizni eng cho'qqisiga olib chiqasiz. Biznesni pikiga olib chiqqaningizdan keyin siz o'zingiz boshqaradigan, o'zingiz qiladigan ishlaringizni aynan biznesdagi jamoangizga topshirasiz. Mana shuni avtomatlashtirganingizdan keyin shunda siz passiv daromad manbaini shakllantirsangiz bo'ladi. Bu birinchi usuli edi. Ikkinchi usuli aynan shunaqa bizneslarni boshlagan insonlar bo'ladi. Misol uchun sizni tanishlaringiz bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sizga tanishlaringiz tavsiya qilgan insonlar bo'lishi mumkin. Shunaqa bizneslarga siz investorlik qilib passiv daromad manbaini shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda siz umuman boshqaruvda qatnashmaysiz, o'sha siz kelishgan daromadingizni olib yurasiz. Endi biznes boshlashni afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi afzalligi, bu orqali siz katta daromad topishingiz mumkin. Boshqa hech qanaqa aktiv biznesdagi foyda keltirmaydi. Ikkinchi afzalligi, bu biznesingizni siz to'liq nazorat qila olasiz. Ya'ni qatga qarab yurishi, qanaqa xarajatlar qilinishi bu to'liq o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Endi kamchiliklari haqida gaplashamiz. Birinchisi, bu katta daromad bo'lganga yarasha shunaqa katta riski ham bo'ladi. Agar biznesingiz bankrot bo'ladigan bo'lsa, to'liq pulingizga kuyishingiz mumkin yoki kerak bo'lsa qarz bilan ham chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, tizim qurish uchun juda ham ko'p vaqt va juda ham ko'p kuch talab qiladi. Uchinchi kamchiligi, krizis paytida bu juda ham zaif model hisoblanadi. Masalan, bitta tanishim pandemiyadan oldin maktab ochgan edi. Ya'ni u maktabi pandemiya paytida to'g'ridan to'g'ri inqiroz sababli bankrotlikka uchradi. Aynan shunaqa hodisalar biznesda juda ham katta ta'sirini o'tkazishi mumkin. Passiv daromadning ikkinchi yo'li bu ko'chmas mulkni ijaraga berish. Kvartira, ofis yoki omborni ijaraga berish orqali siz passiv daromad ola olasiz. Ko'chmas mulkning riski albatta biznesga qaraganda kamroq. Masalan, birinchi afzalligi stabil va oldindan prognoz qilsa bo'ladigan daromadni ola olasiz. Ikkinchi afzalligi bu fizik aktiv hisoblanadi. Misol uchun yer qimirlashi yoki tabiiy ofatlardan tashqari
bu shunchaki o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolmaydi. Uchinchisi va eng afzalligi bu sizni inflyatsiyadan himoyalaydi. Mulk narxi odatda inflyatsiya bilan birga o'sadi. Endi kamchiliklari, birinchisi, buni boshlash uchun juda ham katta pul kerak yoki oddiy inson uchun bu juda ham qiyin hisoblanadi. Odatda ko'pchilik butun umr ishlab ham ko'chmas mulk sotib ola olmaydi. Ikkinchisi, juda ham sekin o'sadi, yiliga taxminan 5-6% daromad keltiradi. Bu qolgan passiv daromad yo'llariga qaraganda ancha pastroq. Uchinchi kamchiligi likvidlik juda ham past. Masalan, uyni 1 daqiqa ichida sotib yubora olmaysiz, ya'ni pulga aylantirib yubora olmaysiz. Buni sotishingiz uchun sizdan ko'proq vaqt talab qiladi. Passiv daromadni shakllantirishning uchinchi yo'li bu qimmatli qog'ozlar. Qimmatli qog'ozlar asosan ikkita turga bo'linadi. Birinchisi aksiyalar, ikkinchisi obligatsiyalar. Musulmonlar uchun obligatsiyalar joiz emas usul hisoblanadi, chunki u foiz ustiga qurilgan. Lekin bunga halol alternativ variant bor, ya'ni bu sukuk. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Endi aksiyalar haqida gaplashamiz. Misol uchun siz bilasiz, Apple kompaniyasini yoki Tesla kompaniyasi yoki Google kompaniyalarini bilasiz, hattoki Amazon kompaniyalarini ham bilasiz. Aynan shunaqa kompaniyalar o'zlarini qimmatli qog'ozlarini, misol uchun, ya'ni ulushlarini qimmatli qog'oz sifatida bozorga olib chiqib sotadi. Mana shu ulush bizda aksiya hisoblanadi, ya'ni kompaniyaning bir qismi. Agar siz ham misol uchun Apple yoki Tesla kompaniyasini aksiyasini sotib olgan bo'lsangiz, u kompaniyalar rivojlanib foyda ko'radigan bo'lsa, siz ham daromadingiz oshaveradi. Endi siz bilan aksiyalarning afzalliklari haqida gaplashamiz. Birinchisi va eng asosiysi, xohlagan summangiz bilan boshlasangiz bo'ladi. $20 bo'ladimi, $50, $100 yoki $100,000 umuman farqi yo'q. Har qanaqa summa bilan boshlasangiz bo'ladi. Ikkinchisi diversifikatsiya. Ya'ni diversifikatsiya bu pullaringizni har xil kompaniyalarga, ko'proq kompaniyalarga sochib yuborish, ya'ni har xil kompaniyalarga investitsiya qilish. Misol uchun siz 10 talab, 20 talab kompaniyalarga siz pullaringizni yo'naltirsangiz bo'ladi. Bu nima beradi desangiz, bu sizni riskdan saqlaydi. Biror bir kompaniya quliydigan bo'lsa, qolgan sizni 10 ta kompaniyangizdan 9 tasi sizga daromad olib kelib turadi. Uchinchi afzallik, kompaniyalar o'zlarini moliyaviy hisobotlarini, ya'ni daromad ko'ryaptimi, zarar ko'ryaptimi, buni xalqqa, ommaga ochiq taqdim qiladi. Bu orqali siz qanaqa kompaniyani tanlash kerak yoki tanlamaslik kerak bemalol bilib olasiz. To'rtinchi afzalligi dividend orqali murakkab foizga erishish. Ya'ni bunda biron bir kompaniyaga siz investorlik qilasiz. Misol uchun bitta kompaniyaga investitsiya qildingiz va u kompaniya daromad ko'rayotgan kompaniya bo'lsa, daromadidan ulush sifatida sizga investor bo'lganingiz uchun bo'lishtirib beradi. Mana shunga siz tegmaydigan bo'lsangiz, u keyingi safar sizga yana ham ko'proq daromad beradi. Va mana shu tariqa murakkab foiz shu joyda shakllanadi. Ya'ni sizni ulushingizga yana qo'shimcha ulush bo'lib ketaveradi. Aksiyalarning 5-chi va eng asosiy afzalligi bu likvidlik. Aksiyalarda har doim yuqori likvidlik bo'lgan, ya'ni butun dunyo bu aksiyalarni olib sotganligi sababli likvidlik juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bunda siz aksiyani, misol uchun qo'lingizda turgan aksiyangizni 1 daqiqa ichida, kerak bo'lsa sekundlar ichida pulga aylantirib olish imkoniyatingiz mavjud. Endi kelinglar aksiyalarning kamchiliklari haqida gaplashamiz. Birinchisi, o'sish doimo kafolatlanmagan. Geosiyosiy yoki iqtisodiy yangiliklar kompaniyaning aksiyasining narxiga ta'sir qiladi. Lekin bu bo'lsa taxminan 2-3% ga to'g'ri keladi. Ikkinchi kamchiligi, bozor ozgina tebranuvchan bo'ladi. Bunda siz psixologik kuchli bo'lishingiz talab qilinadi. Masalan, birinchi bor o'zim investitsiya qilganimda, bozor ozgina tebranganini o'zida, misol uchun 3-4% daromad keltirganini o'zida men u aktivlarimni sotib yuborganman. Yoki ikkinchi aksiyam ozgina pasaygan bo'lsa, o'sha vaqtda o'zida men vahimaga tushib, o'sha aksiyalarimni ham sotib yuborganman. Lekin bozordagi holatdagi o'sha aksiyalar hozirgi kunga kelib 300, 400, 500% largacha o'sib bergan. Mana shunaqa kuchli va sabrli bo'lish talab qilinadi. Uchinchisi va eng asosiy kamchiligi, sizga aksiyalarda passiv daromad qilishingiz uchun professional bilim va tajriba kerak bo'ladi. Qanaqa kompaniyaga sarmoya kiritish kerak va qachon uni sotib yuborish kerak, shu savollarga sizda albatta javobingiz tayyor bo'lishi kerak. Endi boya aytib o'tganimdek, 4-chi passiv daromad usuli sukuk haqida gaplashamiz. Oddiy obligatsiyadan sukukka farqi, bunda siz foizga emas, foydaga sherik bo'lasiz. Masalan, siz 4 ta sherigingiz bilan kvartira sotib olasiz, uni ijaraga berasiz. Ijaraga berganingizdan keyin kelayotgan daromadini siz qancha miqdorda summa kiritgan bo'lsangiz, o'shanga yarashasini olasiz. Mana shu sukuk hisoblanadi. Sof foydaga va zarariga ham sherik bo'lasiz. Yana obligatsiyalardan farqi, siz real loyihalarga va real aktivlarga pul kiritasiz. Sukukning birinchi afzalligi foiz yo'qligi va
joiz passiv daromad usuli bo'lganligi. Ikkinchisi stabil va prognoz qilsa bo'ladigan daromad. Hozirda xalqaro bozorda Sukukdan yiliga o'rtacha 3-4% daromad ko'rishyapti. Uchinchi afzalligi aksiyalarga nisbatan risk pastroq va nisbatan xavfsizroq investitsiya turi hisoblanadi. Albatta bunda shoshilmasdan boymoqchi bo'lganlar uchun zo'r yechim deb hisoblasak bo'ladi. Endi kamchiliklari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi bu daromadi past. Yiliga 3-4% juda ham sekin o'sish hisoblanadi. Ikkinchisi bu yo'nalish kam tarqalgan yo'nalish hisoblanadi va aksiyaga nisbatan likvidligi past. Kelaylik endi oxirgi passiv daromad yo'li oltin va qimmatbaho metallar haqida gaplashamiz. Bunaqa turdagi metallar sizga dividend yoki foiz keltirmaydi. Bulardan foydani siz faqat narx o'sishidan kelib chiqib olishingiz mumkin. Nimaga buni qo'shdik? Chunki inflyatsiya yoki krizis paytida bu aktivlarning narxi juda ham tez oshadi. Aynan hozirgi paytda biz yuqori inflyatsiya va krizis paytida turganimiz uchun shu aktivlarni qo'shdik. Buni birinchi afzalligi jahon miqyosida qabul qilingan va likvid hisoblanadi. Ya'ni bunda ham aksiyachalik tez emas, lekin nisbatan tezroq sotishingiz mumkin. Ikkinchi afzalligi bu sizni portfelingizni muvozanatlashtirishda yordam beradi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, krizis va inflyatsiyadan himoyalab beradi. Endi kamchiliklariga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu sizga dividend yoki foiz keltirmaydi. Ikkinchisi narx o'sishi hech qachon kafolatlanmagan. 10 yillab sekin o'sishi va qaysidir yilda nimadir sabab bittada ko'tarilib berishi mumkin. Uchinchi kamchiligi bu siz tillarni shunchaki onlayn sotib ola olmaysiz. Ya'ni uni joiz bo'lishi uchun qo'lma-qo'l qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta halol yo'nalishdagi platformalar chiqqan, u platformada siz tillarni sotib oladigan bo'lsangiz, siz uchun u tillarni saqlab beradi. Lekin bunda siz u kompaniyaga ishonch berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aktivingizni ularga ishonishingiz kerak bo'ladi. Mana shu eng katta kamchiliklardan biri hisoblanadi. Sizlar bilan 5 xil passiv daromad usulini ko'rib chiqdik. Kelaylik endi uni sizlar bilan taqqoslab chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda boshlash osonligi. Biznes qiyin, boshlashga qiyin albatta. Ikkinchisi ko'chmas mulk qiyin, aksiyalar juda oson boshlashga, Sukuk o'rtacha, oltin o'rtacha. Endi minimal kapital, ya'ni boshlash uchun kapital biznesga yuqori, ko'chmas mulkka juda yuqori, juda ham ko'p pul kerak bo'ladi. Aksiyalar uchun juda ham past, albatta boya aytib o'tganimdek $10, $20 bilan ham eplasa bo'ladi. Sukuk o'rtacha, oltin ham o'rtacha hisoblanadi. Diversifikatsiya biznes yo'q. Biznesni diversifikatsiya qilish uchun juda ham ko'p kuch kerak bo'ladi albatta. Ko'chmas mulk kam diversifikatsiyada, aksiyalar yuqori, chunki siz bitta portfolioda juda ham ko'plab kompaniyalarga investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Sukuk o'rta, oltin yo'q, diversifikatsiya qilinmaydi bunda. Daromad potensiali biznesda eng yuqori hisoblanadi. Ko'chmas mulk yiliga 5-6% o'rtacha, aksiyalar yuqori hisoblanadi. Biznesdan ham kerak bo'lsa ko'proq daromad berishi mumkin yoki boshqasiga qaraganda ham daromad ko'proq berishi mumkin. Shuning uchun yuqori. Sukuk yiliga 3-5-4% atrofida bo'ladi. Oltin kafolatlanmagan hisoblanadi. Risk darajasi biznes eng yuqori hisoblanadi. Ya'ni kapitalizni bor, buni ham yo'qotishingiz mumkin yoki boya aytib o'tganimizdek, qarzga ham kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'chmas mulk o'rtacha, aksiyalarda o'rtacha. Sukuk juda ham past, oltinda o'rtacha hisoblanadi. Shariatga muvofiqligi biznesda muvofiq ishlash mumkin albatta. Agar siz boshqacha yo'nalishlarda biznes qilmasangiz. Ko'chmas mulk aksiyalarda tekshirish kerak, ya'ni har xil kompaniyalar bor, uni biznes turlarini tekshirish kerak bo'ladi. Aksiyalarda tekshirish kerak. Buni hozir juda ham oson usullar chiqib ketgan. Misol uchun bir ikkita programma bor. Siz kompaniyaning nomini yozasiz. Sizga 1 daqiqani 1 sekundning ichida sizga aksiyani joiz yoki nojoizligini tekshirib beradi. Sukuk shariatga muvofiqligi, oltin qoidalari bor, albatta, o'zini qoidalari bor oltin olish bo'yicha. Likvidligi biznesda past, ko'chmas mulk past hisoblanadi. Albatta boya tushuntirib o'tdim buni. Aksiyalarda juda ham yuqori hisoblanadi. Siz kerak bo'lsa 10 sekund ichida sotib olishingiz, pulga aylantirib olishingiz mumkin bo'ladi. Sukukda o'rtacha hisoblanadi. Oltinda ham yuqori hisoblanadi. Oltinni ham bemalol sotishingiz mumkin. Shaffoflik darajasi biznesda past,
orada ko'p narsalar bo'lib ketishi mumkin. Oranglarda misol uchun biznes bilan shug'ullangan insonlar bo'lsa, albatta buni biladi. Ko'chmas mulk, shaffoflik o'rta aksiyalarda juda ham yuqori. Sababi aksiyalarda bu kompaniyalarni tekshirib turib, sizga o'xshagan investorlarga ularni daromadi, xarajati, boshqa hamma ichkaridagi holatini to'liq bayon qilib beradi. Ya'ni unda aldansa, misol uchun kompaniyani egasi, rahbari mabodo aldaydigan bo'lsa daromadda, unda kerak bo'lsa uni qamash jazosi bilan ham jazolab qo'yadi. O'shaning uchun shaffoflik bo'yicha aksiyalarda juda ham yuqori hisoblanadi. Sukuk o'rta, oltin yuqori hisoblanadi shaffoflik bo'yicha. Endi umumiy bahoni ko'rib chiqamiz. Biznesda ko'rib turganinglardek murakkab hisoblanyapti biznesda. Ko'chmas mulkda juda ham qimmatga aylanyapti. Aksiyalarda ko'pchilikka eng mos keladigan usul hisoblanyapti aksiyalarni. Chunki boya aytib o'tganimizdek o'sha likvidlik ham, kamroq pul bilan ham boshlash mumkin, foizlar jihatidan ham yaxshiroq yiliga daromad qilish mumkin bo'ladi. Sukuk xavfsiz va past hisoblanyapti. Xavfsiz va pastroq daromad usuli. Shunaqa insonlar borki, atrofingizda, misol uchun o'zingizda bo'lishi mumkin. Xavfsizroq, lekin pulim stabilniy daromad ko'rishim kerak, stabilniy o'sib borish kerak deydigan bo'lsa, aynan sukuklar mos keladi. Oltin himoya uchun juda ham zo'r hisoblanyapti, ya'ni umumiy bahoyimizda. Sizga aksiyalarni juda ham ko'p, misol uchun daromad keltiradi deb aytib o'tdim. Albatta, bunga misollardan bittasi, men o'zimning shaxsiy Telegram kanalimda bunaqa kompaniyalarni ro'yxatini juda ham ko'p tashlab boraman. Ya'ni o'sishi mumkin bo'lgan, o'sishi kutilayotgan bo'lgan kompaniyalarni bepulga xalqimiz bilan ulashib boraman. Albatta, misol uchun Fastly kompaniyasini g'oya sifatida berganimda shu kompaniyani o'sishi kutilyapti deb berganimdan keyin 300% ko'tarilib berdi. Ya'ni siz tushunishingiz uchun u kompaniya 5-6 oyda atrofida 5-6 oy atrofida shunaqa o'sish bo'ldi. Ya'ni siz tushunishingiz uchun, misol uchun siz $10,000 aynan o'shaqa kompaniyaga sarmoya kiritgan bo'lsangiz, siz taxminan o'sha $50,000-$60,000 atrofida daromad ko'rardingiz 5-6 oy ichida. Yoki boshqa misollardan ko'radigan bo'lsak, yaqinda o'zim sotib olayotgan kompaniyalarimni ham ro'yxatini tashlab bordim. Misol uchun bunga Sedik kompaniyasi, ya'ni bu Sedik kompaniyasida $1000 sarmoya kiritilgan va 3 kun atrofida $400 daromad ko'rilgan. Shundan ham o'zingiz bilishingiz mumkinki, siz $10,000 sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, u bizda o'rtacha 80% atrofida o'sish berdi. Ya'ni bunda siz $10,000 $8,000 atrofida daromad ko'rgan bo'lar edingiz. Aksiyalarning o'zi yillik ko'rsatkichi qanaqa deydigan bo'lsak, o'rtacha o'zi siz misol uchun aksiyalarga investitsiya qilganingizdan keyin hech nima qilmaydigan bo'lsangiz, shunchaki siz tayyor portfellarga investitsiya qilib qo'yadigan bo'lsangiz, yiliga o'rtacha 12% dan 20% gacha daromad olib kelib turadi. Ya'ni passiv daromad bo'ladi. Agar siz o'zingiz misol uchun boya aytib o'tganimdek diversifikatsiya qilib, misol uchun ko'proq kompaniyalarni olib va bilim bilan sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, albatta bu ko'rsatkich juda ham yuqori bo'ladi. Misol uchun yaqinda o'zimiz bir hafta ichida 20% daromad ko'rdik aksiyalarda. Va bu jarayonni takrorlab boradigan bo'lsak, albatta yiliga o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham yuqori daromadli hisoblanadi. Agar siz ham aksiyalarda shunaqa daromad ko'rmoqchi bo'lsangiz, aksiyani bilimini olishni xohlasangiz, men bunga yechim sifatida o'zim Telegram botimni ishga tushirdim. Yaqinda, ya'ni bu Telegram botga siz hoziroq ulanib, bepul albatta, ulanib birinchi o'rinda siz pulni to'g'ri boshqarish va kapitalni qanaqa qilib shakllantirib, aksiyalarda qanaqa qilib daromad ko'rish bo'yicha albatta bepul siz uchun maxsus tayyorlangan darslarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Telegram bot havolasini pastda link qoldiraman, albatta kirib bemalol darslikni ko'rsanglar bo'ladi. Agar videomiz sizga shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va siz uchun kim yaqin insoningiz bo'ladigan bo'lsa, u insonni ham moliyaviy shunaqa passiv daromadlardan xabar bo'lishini xohlasangiz va xalqimiz rivojlanishi uchun siz ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni yaqin insonlaringizga yuborib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Investitsiya va pul haqida ishonchli va ko'proq ma'lumot olish uchun albatta sahifamga obuna bo'ling. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishguncha.